Barchangizga assalomu alaykum ahli Instagram. Mana bugun bizlar 170 kvadratlik obyektga kelganmiz. Ustakalarimiz salonlarda mana shu chiroyli holatda bitkazib berilibdi. Baho bersalaringiz bo'ladi. Telefon nomerlar mana ekranda yozib qo'yganman. Ustakarimizga murojaat qilaverasizlar. 170 kvadrat ekan bu hovlimizning kattaligi 3D rombik fasonida bo'lgan, juda ham chiroyli chiqqan. Ayniqsa mana shu eshik derazalar giritiga mana shu plastiklarni yopishtirib berganlar. Narxcha juda ham zo'r summaga bitgan. Mana shu uyimizning narxi 1650 dollarga bitgan. 170 kvadratlik obyektimiz, baho bersalaringiz bo'ladi. Juda ham chiroyli fason, 3D rombik fasonida bo'lgan, baho berasizlar. Mana shu ishlariga azizlar usta akalarimiz naqd 10 yilgacha garantiya berishar ekan. Murojaat qilsalaringiz agar 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatishar ekanlar. Qaysi viloyatdan bizlarni kuzatyapsizlar? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Azizlar qaysi viloyat qani bizlarni ko'proq kuzatadi? Bir ko'rib chiqamiz. Albatta likelarni aymaysizlar degan umiddaman. Kvadrat metrlarga kelsak, 1 kvadrat metri 9 dollardan bo'lsa mana shu uyimizning 1 kvadrat metri общий summasi 1650 dollarga bitgan. Lekin remont vahshat dahshat chiqqan. Baho beringlar. Usta akamizga telefon qilasizlar, sizlarning holaringizni o'sha chiroyli holatda bitkazib beradilar. Azizlar, bundan tashqari bitta tashqari qismini ham ko'rsataman, bitta baho beringlar. Bu obyektimizning tashqari qismi ko'rib turayotganlaringizga azizlar 560 dollarga mana shu tashqari qismi bitgan. 80 kvadrat ekan, kvadrat metri 560 dollarga usta haqqi material hamma narsa ichida, mana penoplast chegalari ham ichida ekan. Murojaat qilinglar, juda ham zo'r narxga bitgan.